Assalomu alaykum va rahmatulloh barakot aziz vatandoshlar va dindoshlar. Salomatmisizlar? Yangi kunlarni boshlab oldilaringizmi? Alloh bugungi kunimizni xayrli barakotli qilsin. Barcha ro'zadorlarimizga Alloh kuch-qudrat bersin. Shu Ramazon oyini sog'lik, salomatchilikda barchamizga, to'kinchachinlikda tutish Alloh barchamizga nasib qilsin. Bu Ramazon oyiga yetganlar qancha, yetmaganlar juda ko'p o'tib ketishgan. Bu Ramazon oyi Alloh bilan bandaning o'rtasida ibodat juda ko'p savob yoziladigan oy hisoblanadi. Bir yilda bir marta. Bu bilan nima demoqchiman aziz vatandoshlar? Kecha men bir blogerni ko'rib qoldim. Bunaqa blogerlar 5-6 ta bo'lib chiqishadi. Hamma blogerlarda aytmayman. Asha 5-6 ta blogerlar uchun aytaman. Harom bilan halolni farqiga bormaydigan blogerga aytaman. Sizlar to'g'ri parosatlaring bilan ham qattiq urushib qolgansizlar. Chunki parosatlaring bilan sizlar chiqish olmaysizlar. Kecha bir singlimizni ro'zasini ochtiribsizlar. iPhone telefon berib ro'zasini ochtiribsizlar. To'g'ri bu singlimizni ham iymoni, e'tiqodi ozgina slabi ekan. Kuchi ozgina kuch-qudrat yetmay ro'zasini ochib yubordi shu telefon uchun. O'ylaymizki bu singlimiz ham qayta bunaqa adashmaydi deb o'ylaymiz. Alloh kuch-quvvat bersin bu singlimizga, gunohlarini Alloh kechirsin. Bu oyda ins-jinslar, shaytonlar zanjirlanadi. Alloh zanjirlaydi ularni. Endi sizlarga nima demoqchiman? Bu shayton, jinlar yo'q bo'lsa-yu, lekin shaytonga qo'l bergan odamlar bo'lar ekan-da endi. Shaytonga sherik bo'lgan odamlar bo'lar ekan, insonlar. Ko'p bas. Asha 5-6 ta odamlar bo'ladi. Negativchilar, shunaqa blogerlar, hype, like yig'yapmiz deb birovning ro'zasini ochtiradigan blogerlar 3-4 ta. Ba'zi bir blogerlar hammasi deb yana noto'g'ri tushuntirmasin. Ba'zi bir blogerlar, 4 ta 5 ta blogerlar. Sizlar to'g'ri hozir bir oy ichida bunaqa ishlar qilasizlar, ro'zadorni ro'zasini ochtirib juda ko'p qarg'ish olsalaringiz ham sizlar uchun cho'ntaklaringizga daromad tushadi, to'g'ri. Instagramga qo'yasizlar-da, juda ko'p prosmotr bo'ladi, juda ko'p qarg'ishlar ham sizlarga foyda keltiradi. Lekin sizlar qanday qiyomatga gunoh yig'ayotganlarini uni bilmaysizlar. Chunki ancha irodasizlar. O'zlaring musulmon bo'lsalaringiz ham islomdan ancha irodasizlar. Allohdan ancha uzoqlashgan insonlarsizlar. Asha 3-4 ta blogerlar. Birovlarni ro'zasini ochadigan blogerlar. Men o'ylaymanki, asha 3-4 ta blogerlar Alloh sizlarga hidoyat bersin. Alloh hidoyat ham bergan, lekin sizlar shaytonga qo'l berganlaring uchun shayton ko'proq ustunlik qilgan sizlarga, shuning uchun shaytonga sherik bo'lgansizlar. Shunday insonlar bir kun kelib, yakka holatda Allohga iltijo qilinglar. Alloh sizlarga hidoyat bersin. To'g'ri yo'lni ko'rsatadi Alloh. To'g'ri tushunasizlar o'shanda. Birovlarni ro'zasini ochish qanday gunohligini. U qiz-ku mayli. Iymoni, e'tiqodi jicha so'roq ekan ochib yubordi. Lekin bularga bunaqa ro'zada sizlar ko'proq gunohni sizlar yig'asizlar. Asha birovning ro'zasini ochtirayotgan 3-4 ta blogerlar hype yig'aman deb. Arzimagan $1000 yo $2000 ishlarsizlar bu oy. Lekin ashini bir qarab ko'ringlar, ashi topgan pullaringizni barakotini ko'rasizlar. Alloh qanday barakot beradi. Barakot bo'lmaydi u pullaringizda, topgan pullaringizda. Shunday ketadi u pullaringiz. O'zlaringiz ham tushunmay qolasizlar. Bu 2000 topgan, 2000-3000 topgan pulim yoki $5000 topgan pulim o'zim ham tushunmay qoldim. Qaqa ketib qoldi bu pullar deb o'ylanib qolasizlar. Chunki juda katta gunoh qilgan bo'lasizlar-da, juda katta gunoh qilgan bo'lasizlar. Sizlarga
iltimos qilib qolaman blogerlar, shunaqa 3-4 ta blogerlar. To'xtanglar. Kallalaringni ishlatinglar ozgina. O'zlaringizga kelinglar. Kerak emas bunaqa videolar, bunaqa qilib telefon taklif qilib yoki pul taklif qilasizlar yaqinda $100, $200 taklif qilasizlar, ro'zingizni ochib olsangiz, shu pul beraman. Kerak emas bunaqa ishlaringiz. Sharmanda qilyapsizlar. Nimaga bizni qo'shni davlat musulmon birodarlarimizda bunaqa chiqmaydi? Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston. Bunaqa ko'proq bizni tavba qildim, O'zbekistonimizda ko'proq chiqadi bunaqa hayb, bunaqa negativlar ham juda ko'p O'zbekistonimizda. Alloh sizlarga hidoyat bersin. Xudo xolasa sizlar ham o'zlaringizga kelib qolasizlar bir kun. Sizlarga bitta maslahatim. Ashnaqa blogerlar, birovning ro'zasini ochadigan blogerlar, o'zlari uchun hayp yig'adigan blogerlar, o'zlari uchun gunoh yig'adigan blogerlar. Sizlarga maslahatim, shu topgan pullaringizga nima qilib 5-6 ta qo'yib olinglar-da, ko'p emas, 5-6 ta qo'yib olinglar. Nima qilib? Shu qo'ylar bilan shug'ullaninglar, shu ro'zayichi iltimos. Jaz zerikib ketsalaringiz, shu 3-4 ta blogerlar jaz zerikib ketsalaringiz, shashka olinglar magazindan. Shashka olib, shu qo'ylar bilan shashka o'ynanglar. Bu nima demoqchiman? Chunki sizlarning parosatlaring shu qo'y bilan teng. Qo'y bilmaydi. Sharpaga ham mari uradi, hamma narsaga mari uradi, ozgina och qolsa ham mari uradi qo'y. Lekin foyda tomoni qo'yni go'shtini yesa bo'ladi. Lekin sizlarning go'shtlaringizni yeb bo'lmaydi shu 3-4 ta blogerlar. Chunki sizlar odamsizlar-da, insonsizlar. Parosat doiralaring shu qo'ylar bilan bir xil. Shashka o'ynasalaringiz, shu sizlarga foyda keltiradi. Shu shashka o'ynaganlaringizni keyin video qilib solsalaringiz, prosmotr juda ko'p bo'ladi. Shu qo'ylar bilan shashka o'ynanglar. Birov shu ro'za ichi, birovlarni ro'zasini ochgandan ko'ra shu qo'ylar bilan shashka o'ynasalaringiz, prosmotringiz juda ko'p bo'ladi. Odamlar qarg'amaydi shunda. Parosati bilan urushib bo'lgan bolalar mana qo'y bilan shashka o'ynayapti deydi, bo'ldi. Zato prosmotr juda ko'p bo'ladi. Mana u qilayotgan gunoh ishlaringizdan ko'ra, mana shu qo'ylar bilan shashka o'ynaganlaringizni men sizlarga taklif qilardim. O'zlaringizga foydaliroq bo'lardi shu narsa. Birov gunohga qolib, qarg'ishga qolib, topgan pullaringizda baraka yo'qolib, sarson bo'lganlaringizdan ko'ra, mana shu qo'ylar bilan ro'za ichib bir oy shashka o'ynaganlaringiz ma'qul deb o'ylayman. Alloh sizlarga ham kuch-quvvat bersin. To'g'ri yo'lda bo'lib qolasizlar deb o'ylayman, Xudo xolasa. Shu 3-4 ta blogerlar birovning ro'zasini ochadigan. Nima deyman endi? Barcha musulmon ahli, vatandoshlar va dindoshlarim. Dindoshlarim deganda bunda hamma musulmonlar kiradi. Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin. Topganlaringizga Alloh barakot bersin. O'ylagan har bir yaxshi niyatlaringizga Alloh erishtirsin. Bu musofirda yurgan barcha aka-uka, opa-singillarimizga ham Alloh kuch-quvvat bersin, to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Alloh o'z panohida asrasin. Musofirda yurgan barcha aka-ukalarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech ham charchamanglar, to'limanglar. O'ylagan har bir yaxshi niyatlaringizga Alloh erishtirsin. Sog' bo'linglar vatandoshlar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.